Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, sog' omonmisizlar. Bugun juma ayyom, xudo xolasa barchangizni juma ayyomlar bilan tabriklab o'tamiz. 10 aprel 2026-yil. Ko'p odamlar chislo muhim, sababi 1 yildan keyin, 1 oydan keyin ko'radiganlar bor. Shuning uchun chisloni aytib o'tishimiz kerak. Girgan odam like bosib, ko'proq odamga tarqalishi uchun o'zlaringizning yordamlaringizni, ya'ni hissalaringizni qo'shimlarda bir tavsiya berib qolaman. Bir podpishka qilib beringlar. Xudo xolasa kanalimizda ham yangilik bor. 100 ming obunachi bo'latirmiz. 99.200 bo'lib turibdi. Ozgina qoldi. 800 odam qo'shilsa onlayn reklama kanalimizda 100 ming obunachi bo'lamiz. Girgan odam podpisatsiya bosib boraveringlar. Xudo xolasa bir jonli efir bu kanalimizda ko'p ahvolda qilmadik. Основной yana bir kanalimiz bor. YouTube'da Karimboy Saburov kanalimiz bor. Instagram'da ham Karimboy Saburov deb chiqamiz. Ko'proq shu kanalimizda ishlab turadik. Endi bu kanalimizdan xudo xolasa yuritishga harakat qilib boraveramiz, lekin sizlardan podpishka kerak bo'ladi. Esa bu ish ishlarni boshimiz kim nereden kuzatib turibdi? Chunki bu kanalimizda boshqa viloyatdan ham kuzatadiganlar bor. Bir like bosib boshlayveringlar. Podpishka kerak, birozgina aktivlikni oshirib berish kerak. Chunki ko'p ahvolda video chiqmadi. Boshladik. Sergeli, Toshkent shahri Sergeli tumani. Bu ishimiz qaranglar. 50 yoshlar uchun ish so'raganlar uchun bu. 50 yosh odamlar ham ishga taklif qilib turibdilar. Trikotaj ishlab chiqarish va koja dermantinga, malakali professional maxsus kiyimlar, spesodejlar, bichuvchi, overlock, rashma, dazmolchi, zagotovchik, tikuvchi erkak va ayollar va qadoqlovchilarni ishga taklif qilamiz debdilar. Yoshi 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lishi lozim. Oylik maoshi 5 million so'mdan 15 million so'mgacha. 15 million so'mlik oylik kerakmaydi, yine shu videomizni tarqatib beringlar. Yaxshi chevarlarga oldindan pul to'lanadi, 3 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi debdilar. 3 mahal issiq ovqat ham bor, yotoqxonasi ham bor. Telefon nomerlari 99 898 772 3010. 99 898 770 3010. Manzil Toshkent shahri Sergeli tumani. Yine 5 kamida oylikı 5 million so'mdan boshlanadi ekan. 15 million so'mdan chiqishingiz mumkin. Yotoqxonasi bo'lsa, hamma sharoit bor deb turibdi. 3 mahal ovqat ham bor, rasxodingiz yo'q. Prosto ina hunari bor odamlar bo'lsa, shu videomizni tarqatib qo'yinglar. Keyingi bo'sh ish o'rnimiz Nokia do'konida, Urganch shahrindagi Nokia do'koni ko'pchilik biladi. Aksessuar bo'yicha optim hisoblanadi. Shura ish bor. Ishga taklif qilib turibdilar, qaranglar. Nokia optim telefon va aksessuarlar do'koniga quyidagi lavozimlarga ishga taklif qilamiz. Savdo agenti kerak, vazifasi telefon aksessuarlarini tumanlar bo'yicha sotishi lozim bo'ladi. Yoshi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi lozim. Ilgari shu sohada ishlagan bo'lishi, mas'uliyatli va chaqqon bo'lishi, agar tajribasi bo'lmasa ishni o'zimiz o'rgatamiz debdilar. Oylik maoshi 3 milliondan 5 million so'mgacha. Agar ish tajribasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, birinchi oyda 2 million so'm pul beriladi. Agar shaxsiy avtomashinasi bo'ladigan bo'lsa, 4 milliondan 7 million so'mdan beramiz debdilar. Keyingisi sotuvchi kerak ekan. Sotuvchilar faqat qiz bola bo'lishi kerak. 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lishi lozim. Kompyuterga tushunishi lozim. Mijozlar bilan aktiv va xushmuomalali bo'lishi lozim. Urganch shahrida yashashi lozim. Mas'uliyatli va chaqqon bo'lishi shart. Keyingisi turmush qurganlar ishga qabul qilinmaydi debdilar. İş vaqti 9 dan 18:00 gacha, oylik suhbat asosida kelishiladi, bepul tushlik beriladi. Telefon nomeri 88lik 602 30 30. Manzil Urganch shahri, Urologiya orqa tomonida joylashgan. Like bosib beringlar, kanalimizga podpisatsiya bosib qo'yinglar shunday videolarni ko'rish uchun. Ovozimizni eshitib turgan bo'lsa, bu kommentariyada yozib beringlar. Keyingi bo'sh ish o'rnimizga o'tamiz. Ketma-ketlikda o'qib boraveramiz. Urganch shahridagi Afsar optim suv napitkalar do'koniga yuk tushiruvchi grushchik ishga taklif qilamiz. Faqat Urganch shahrida isha olamiz debdilar. Oylik maoshi 2 million so'm, 2 million 500 ming so'mdan 4 million so'mgacha. Ish vaqti 9 dan 20:00 gacha. 97lik 556 56 56. 97lik 556 56 56 Urganch shahri Cholish bozori yonida. Bemalol ina murojaat qilib ko'raverasizlar. Everstone burchakka ishlab chiqarish xususiy korxonasiga 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan sotuv menejeri lavozimiga yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Ofisda o'tirib ishlaysiz, komfortli, kofelar bilan, choylar bilan, hamma narsa bilan ta'minlanadi. Ko'chaga yurib ishlab yurmaysiz. Oylik maoshi 2 milliondan 8 million so'mdan. Ish vaqti 8:30 dan 19:00 gacha. 40 yosh odam. 97lik 090 80 90. Manzil Urganch shahri Taxta bozor yonida, ya'ni Masla zavodining to'g'risi bo'ladi. Gaplashib ko'raverasizlar.
Operatorchilik, klientlar bilan gen vaqtda xushmuomalada bo'lish kerak bo'ladi. Shuning, nima deydi, ishlab biladigan akalarimiz yo o'g'il bolalardan shunday menejer lavozimida ishlab biladiganlar bo'lsa, gaplashib ko'ringlar. Mashinam bor, Labo haydashni mashinani o'zi bilan ta'minlaydi ekan. O'zi mashina bilan ta'minlaydi-da, ya'ni Oltin beshik do'koniga Labo haydashni biladigan shofyorlarni ishga taklif qilamiz debdi. Oylik maoshi kelishilgan narxda. 90lik 438 60 60 manzil Urganch shahri eski mashina bozori yonida joylashgan. Urganch shahridagi kitob do'koniga xona tozalovchi farrosh ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda 9:00 dan 18:00 gacha. 99lik 965 0010 manzil Urganch shahri IT Park yonida joylashgan. Keyingi bo'sh ish o'rnimiz o'g'il bolalar uchun Urganch shahridagi vulkanizatsiyaga yigitlarni ishga taklif qilamiz debdilar. Ish vaqti 9:00 dan 19:00 gacha. Oylik maoshi kelishilgan holda 99 899 102 69:00. Manzil Urganch shahri Xonqa ko'chasi jarima maydonchasi yonida joylashgan. Gaplashib ko'raverasizlar, yana o'g'il bolalar vulkanizatsiyada ishlab biladiganlar bo'lsa, ishga taklif qilib turibdilar. Tarqatib beringlar, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Agar sizlarga bir ozgina bir manfaatimiz yetib turgan bo'lsa, shu videomizni yaqinlaringizga Telegramda gruppalarga tarqatib beringlar. Keyingi bo'sh ishimiz Urganch shahridagi qurilish mollari do'koniga xona tozalovchi farrosh va sotuvchi yigitlarni ishga taklif qilamiz debdi. Oylik maoshi kelishilgan holda talabalar bezovta qilmasin, faqat Urganch shahridan ishga olamiz debdilar. Shuningdek, oziq-ovqat do'koniga ham sotuvchi qizlar va xona tozalovchi farrosh ishga taklif qilamiz. Demak, qurilish mollari do'konidan farrosh kerak, ham sotuvchi bolalar kerak bo'ladi. Keyin oziq-ovqat do'konidan sotuvchi qizlar kerak bo'ladi, ham farrosh kerak bo'ladi ekan. 91lik 092 20 20 93lik 929 80 01. Manzil Urganch shahri ruhiy kasalliklar shifoxonasi ro'parasi. Ya'ni Sputnik do'kon bor, shu do'konga kerak bu ishchilar. Keyingi bo'sh ish o'rnimizga o'tamiz. Kirgan odamlar shu poddeşa qilib, like bosib tursa, xudo xolasa. Keyin bir bola e'lon bergan edi, sartarosh ekan. Kim sartaroshchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, agar yoningizda bo'sh mesta bo'ladigan bo'lsa, ijaraga olib ishlayman deb e'lon berdi. Yo ish bo'lsa ish izlayapman deb beribdi aynan. Assalomu alaykum, ish izlayapman. Men erkaklar sartaroshiman. Urganch shahridagi sartaroshxonalardan ish izlayapman. Arendaga olib bo'lsa ham ishlayman. Joy bo'lsa dedi. 50lik 120 15 13. Manzil Urganch shahri. 50lik 120 15 13. Urganch shahrindaga gaplashib ko'raversa, keyingi bo'sh ish o'rnimiz xususiy bog'chaga rus tilida bemalol gapira oladigan tarbiyachi ishga taklif qilinadi. Faqat ayol qizlar bo'lishi lozim, 30 yoshdan oshmagan bo'lishi lozim, mehribon, mas'uliyatli bo'lishi shart. Ish vaqti 8:30 dan 18:00 gacha, oylik maoshi 3 million so'mdan boshlanadi. Manzil Urganch shahri Og'abek Sobirov uyini yonida joylashgan ekan. Shu yerda uy bog'chasi bor ekan, bemalol rus tilida gapirib biladigan tarbiyachi kerak. Ruscha 30 yoshgacha bo'lishi lozim. Keyingisi kompaniyaga savdo vakili ishga taklif qilinadi debdi. Yoshini, jinsi belgilanmagan, tajribasi shart emas, savdo sistemasida ishlagan yoki ishlab kelayotgan bo'lsa ustunlik bor. Ish vaqti 9 dan 17:30 gacha, oylik maoshi suhbat asosida kelishiladi. 88lik 450 4100. Manzil Urganch shahri va Urganch tumanlari. Bu nov kompaniya bu desangizda, bu kompaniyamiz hozirgi kunda plastik tizimga o'tirildi ham adashmasam, yani savdo qilgan vaqtda nega uriladi-ku, tingilda apparatni ochiq qilib, shundayroq ish bu. Shunday narsalarni tushunish kerak o'xshaydi. Shunday kompaniya ishga taklif oziq-ovqat do'konlar bilan ishlaysizlar, ish qilib tadbirkorlar hammasi bilan ishlanadigan kompaniya. Bu bo'sh ish o'rnimiz Olmazor, Toshkent avtovokzal, Olmazor metrosi yonida ekan. IP Qodirova firmasiga reklama ishlarini yuritishga ishga taklif qilamiz. Maoshi 3 milliondan 4 million so'mgacha. Mukofot puli bor. 8:00 dan 19:00 gacha. 2 milliondan 3 million so'mgacha mukofot puli beriladi debdi. Hududi Toshkent. Talablar ishga mas'uliyati bo'lishi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi lozim debdi.
bemalol gaplashib ko'rsa, ish kuni 6 kun bo'ladi ekan. Manzil Toshkent avtovokzal mo'ljal Almazor metrosi yonida. Telefon 93lik 862 60 60. Reklama bo'yicha ishidan obunachilarimiz bo'lsa gaplashib ko'raverasizlar. Toshkent Almazor metrosi yonida. Keyingi bo'sh ish o'rnimiz Xudo xolasa berni bu restoran ochildi. Urganch shahar Dunyo to'yxonasining ro'parasida Tatli Doner degan restoran ochildi. Borib ko'ringlar, zo'r narsa. Turetskiy Tatli Doner degan gamburgga o'xshaydi ekan. Men o'zim ham yeb ko'rdim. Sho'ra yangi ochilganlik munosabati bilan ofitsiantlar kerak, qizlar, keyin shef povur kerak ekan. Gaplashib ko'rasizlar, qarang o'qiyman. Urganch shahridagi yangi ochilayotgan Tatli Doner restoraniga quyidagi ishchilarni ishga taklif qilamiz. Bosh oshpaz kerak bo'ladi, ofitsiant yigit-qizlar kerak, salatchilar, холодный salatchilar kerak ekan. 93lik 747 75 93lik 747 75 71 90lik 090 32 32. Oylik maosh kelishilgan holda manzil Urganch shahri Dunyo to'yxonasi ro'parasi 4-marshrut boradi bu yerga. Gaplashib ko'ringlar. Umuman zo'r. Doğrusu men o'zim yeb ko'rdim, mazali tam ekan. Xudo xolasa YouTube'da Karimboy Sabur kanalida berni hali nasib bo'lsa, shugina yetirsa reklama qilib o'tamiz. Urganch shahridagi korobka ishlab chiqarish sexiga ishchilarni ishga taklif qilamiz debdi. Erkak va ayollar 40 yoshgacha, erkak va ayollar 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lishi lozim. Jamoa bilan ishlash tajribasi bo'lishi kerak. Ish vaqti 9:00 dan 18:00 gacha. Dam olish kuni yakshanba. Oylik maosh kelishilgan holda 9:00 dan 18:00 gacha murojaat qiling. Shuningdek, mexaniklar ham ishga qabul qilinadi. 97lik 790 48 84 97lik 511 55 58 manzil Urganch shahri Islom Karimov ko'chasi 106-uy. Mo'ljal gipermarket ro'parasi Shifonur ko'z klinikasi orqa tomonida joylashgan bo'ladi. Quvonchbek Mashhurat tipografiyani bilasizlar. Shu tipografiya ishga taklif qilib turibdi. Bu yerda korobka ishlab chiqaradilar. Masalan, tortchilari, yana boshqa soha egalariga korobka ishlab beradilar. Shuning tadbirkorlari. Ko'p narsa, vizitka, flyer, hamma narsa bor. Banner, shunday narsalarni ham ishlab chiqaradigan tipografiya. Gazeta ham chiqaraveradilar. Kumush kafesiga malakali ofitsiant va xonalarni tozalovchi ishga taklif qilamiz. Oylik maosh kelishilgan holda ish vaqtini ham kelishilgan holda talabalar ham ishga olinadi. 97lik 513 79 79 manzil Urganch shahri Amina do'kon yonida. Gaplashib ko'rasizlar, so'lli baloqi bor, dim mazali gaplashib ko'ringlar. Agar yeb ko'raman desangizlar, prosta so'lli baloqni ham tavsiya qilib o'tib turibman. 97lik 513 79 79 halang zakaz bering, halang ish qidirib yurgan bo'lsangiz, ishga taklif qilib turibdi ofitsiantlarni. Tajribali bo'lsin deb turibdi. Keyingi Urganch tumani Xiva yo'lida Brullerda joylashgan turbo sexiga 4 ta yigitlarni ishga taklif qilamiz. Shuningdek, shofyorlarni ham ishga taklif qilamiz. Shofyor bo'yicha ish kerak menga, shofyor bo'yicha ish kerak menga deb Karimboy deb so'raydiganlar uchun istara ish. Bir emas 2-3sini o'qib o'tdim hozir. Shofyorlarimizga tarqatib qo'yinglar. Shu videomizni Telegramda gruppalarga tashlanglar. 2 smenali bo'ladi ekan ishi. 8:00 dan 20:00 gacha, kechki 20:00 dan azongi 8:00 gacha. Oylik maoshi 3 milliondan 5 million so'mgacha. 93lik 286 6100 97lik 706 2600. Manzil Urganch Xiva yo'li Gigant Stroy do'koni. Gaplashib ko'ringlar, turbo ishlab chiqaradigan sex, optim hamma do'konlarga pashkil berib o'tibdilar, tumanlar ham berib o'tibdilar. Kanalizatsiya turbolarini bilasizlar-ku. Shuni optimini kimgadir kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. O'zlari ishlab chiqarib o'tibdi. Brullerda joylashgan. Keyingi bo'sh ish o'rnimiz Urganch shahridagi maishiy texnika do'koniga 25 yoshdan 33 yoshgacha bo'lgan haydovchilik guvohnomasiga ega yuk tushiruvchi ishga taklif qilamiz. Oylik maosh kelishilgan holda. Ish vaqti 9 dan 19:00 gacha. 99lik 942 0005 manzil Urganch shahri Urganch buyum bozor Roscenter. Sababi gruzchiklarga navo kerak, yuk tushiruvchilarga shofyorlik desangizlar, dostavka ishlari bo'lib qolganda shu yerda gruzchiklarga mashin beriladi, bemalol dostavka ham qilib berasiz. Undan masalan qo'shimcha oylik to'lanadi. Shu uchun haydashni bilsin mashinani degan ma'noda shuni ishchilarni olib qo'yajaklar. Urganch shahridagi klinikaga bemorlarimiz uchun oziq-ovqat, salatlar, pishirib biladigan, qo'li shirin chaqqon oshpaz qizlarni ishga taklif qilamiz. 95lik 009 85 99 manzil Urganch shahri. Gaplashib ko'raversa, keyin yarim tayyor mahsulotlarni tavsiya qilamiz. Har xil turdagi домашний baraklar kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'k barak, kartoshka barak, golubsi, un oshi, go'sht barak,
buyurtma asosida ham tayyorlab beramiz debdilar. Uyda dolgan günmi, aşuning bir bezimlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz beringlar. Bir kun oldin zakaz berish kerak ekan. 99 545 11 13 manzil Urganch shahri. Bemalol yani bizning tilda pelmen deymi? Xohlagan turdagi baraklaringizni pishirib beradilar, zakaz olib. Bir kun oldin aytasiz. Urganch shahridagi non sexiga xamir bukadigan, non yopuvchi va tikach uradigan malakali xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. 99 877 126 08 48 99 877 375 22 11 manzil Urganch shahri universiteti yoni. Oylik maoshi kelishilgan holda debdilar. Bemalol gaplashib ko'raversa, Urganch shahridagi parda do'koniga malakali tikuvchi qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda oylik maoshini xohlasangiz haftalik ham qilib beramiz. 97lik 360 91 85 manzil Urganch shahri, Urganch buyum bozor, Roscenter bozor 18-do'kon. 2-qavatda joylashgan bu 18-do'kon Roscenterda bemalol gaplashib ko'raversa, pardachi qizlarimiz bo'lsa tikuvchi. Keyingi bo'sh ish o'rnimiz hozir yana o'qib ketaveramiz. Urganch shahridagi bu uji olg'an bo'lishi mumkin buni. 2 yoshli bolaga qarash uchun enaga ishga taklif qilamiz debdilar. Endi o'qib ketaman. Yes uchun ishchi olg'an bo'lishi kerak. Buni ishlab turmaydi. Shuning uchun Telegram kanalimizni manzilini kommentariyada tashlab qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Oylik 3 million so'm 99 957 51 51. Manzil Urganch shahri Chakkaparnik ko'chasi tomonida. Shon Chakkaparnik yonida ekan. 3 yoshli boladi u. 3 yoshli 2 oylik bola ekan, 3 yoshli. 2 oylik bolani qarash uchun enaga taklif qilib turibdilar. Oylik 3 million so'm. Keyingi bo'sh Urganch shahridagi non va non mahsulotlari sexiga pishiriqlarni biladigan, tushunadigan ayollarni, tort va pirojnolarni pishirib biladigan, bezak qilib biladiganlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti 9:00 dan 18:30 gacha. Oylik maosh kelishilgan holda 91lik 429 26 56 manzil Urganch shahri Amirxon to'yxonasi yonida joylashgan. Kommentariyada aytganimdek, bo'sh ish o'rinlari kanalimizni ssilkasini joylab qo'yaman. Telegramda kanalimiz bor. Ishni o'qib turgan anallarim onlayn reklama Telegram kanalimizda chiqadi. Onlini reklama deb yozasiz. Shu logotipimiz bor bizning. To'shi shunday yozasiz. Ya bo'lmasa kanalimizning odi bor. Instagramda Karimboy Soburov deysiz. Undan profilim bor. YouTube'dan Karimboy Soburov desangiz, bu yerdan profilimiz bor. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bir podpishka qilib beringlar, like bosib beringlar. Xudo xolasa 100 ming obunachi bo'latirmiz. Urganch shahridagi nonvoyxonaga non yopuvchi ishga taklif qilamiz. Oylik maoshini kelishamiz. Kuniga 3-4 xalta ishlanadi. 88lik 360 360 53 35 97lik 515 22 67 manzil Urganch shahri Navro'z mahallasi Sputnikda joylashgan. Bemalol gaplashib ko'raverasiz. Obunachilar esa shu bilan yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Girgan odamlar like kanalimizga podpisatsiya bosib qo'yinglar. Xudo xolasa fikrlaringizni eshitaman. Agar ko'proq chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'proq chiqarib boraveramiz. Instagramda qisqa videolarimizni chiqaramiz. Har bir ishni alohida chiqarishga harakat qilib boraveramiz. Karimboy Soburov desa profilimiz bor. Omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ovozimiz eshitilgan bo'lsa, plyus qoldirib ketinglar. Shu yerdan ko'rganlaringizga vaqtlaringiz rozi bo'lasiz.